Qadim bir 40-50 yil ilgari bir bacha edi, bir qiz ustiga oshiq edi. Albatta bacha bir g'arib bacha, qiz ko'p puldor, doroni qizi edi. Ammo bacha shunday oshiq ediki, bir soat bir daqiqa ko'rmasa, shu qizni g'amdan non ham yeyolmaydi. Non ham tomog'idan o'tmaydi. Ammo qiz bachani qissasiga emas edi hech. Qishloqdan bir 10 daqiqalik yo'l uzoqroq bir cheshma bor edi, andasanda shu qizgina suvga ketadi cheshmaga. Bacham shunda ketdan ketadi, g'amnoq aytadi, aqlan bir og'iz gap qo'ysin, bir o'zini ko'raverdi. Noratlik rabtim deb shuni ketdan. Azoronda bu cheshma olsa ketib qiz buni qissasiga emas edi. Bir ro'z qizgina delchani boshiga qo'ydi, cheshmaga qarab suvga borib, baxtana bacha shuni g'amnoq bordi ketdi. Aytdi, Guldasta dedi, "Bilyoz Xudo quron, bir og'iz gap qo'yish" dedi, "Nojvon seni g'amingdan men o'ldim" dedi. Qiz aytib, "Bos endi bir yigit meni ketimga qaysi birini gap qo'shay, bu yo'ling tut ket" dedi. Bacha keldi uyga, u qiz ketdi uyga, sonra bacha fikr qildi, bu raqamni g'amidan ham bo'lsa men o'laman. Aytdiki, bozorga ketay, qadimki mutur bu gaplar yo'q deb, biroq uchatog'on ot edi. Aytdiki, bozorga ketib bir ot olay, har o'sha qiz cheshmani ustiga kelsa, shu otni minib kelaman yo tutilib o'laman yo piruz bo'laman, shu yerdan-ku o'lganim yaxshi deb bacha shuni tasmin oldi. Ketdi bozorga bir saman ot oldi, ketirib uyga bog'lab cheshmaga qarab o'ltirdi. Bir vaqt qizgina degan delchani boshiga qo'yib ketdi cheshmaga, suvga qarab vaqt qaradi, har bir bacha muzoyim edi. Shu ro'z hech kim yo'q, xilvat keldi, o'zi qo'lim deyay deb, o'zi qo'lini yuberdi zulplarini cheshmani ustiga. Bacham baxtadek otni minib 100 mil raftor qildi. Yana otni gusirdagani, ayog'ini ko'p gusirlaydi. Gusirdagan qizni quloqiga keldi. Keyinga qaradi, bu bacha ot minib kelyapti, ashadnoq. Qiz fikr qildi, o'zini bir obodlikka yetishtirmasam qishloqqa shot meni obrim to'ksa deb tezligiga delchani boshiga qo'ydi, qishloqqa qarab chopdi. Yaqin qishloqqa ikkovi kalla bo'ldi. Bacha qaradi, menga zo'r ziyod bir narsa gapirsa o'yla ko'rinadi. Bozor aytay, nomard nojvon qiz bir og'iz gap qo'yish dedi. Qiz aytib, "Bo'lsa kim senga men gap qo'shaman." Qiz uyga ketdi, bacha shuni g'amnoq cheshmani ustiga bordi, aytdi, dedi, "Aqalli shu ko'shning yuzuki bor. Cheshma o'shanga bir soat yig'laydi, to sabrdilib orom topsin" deb, shuni bacha g'amnoq ketdi cheshmani ustiga. Cheshmani ustiga borib yaqinladi, qaradi, ikkala bularzi qolibdi. Tillo bularzilar bor edi, qo'ldan chiqarib o'zi. Masalan, Eron alangu deydi, pashtolar banglu deydi, rus isplus deydi, arablar zuhab deydi, bekring deydi inglisiga. Biz silak bularzik deymiz. Indili cho'rt deydi. Tillo bularzilarni tushib otdan olib o'pib shuna qissasiga qo'ydi, aytdiki, bu bularzi degasi keladi dedi. Otni mixladi o'rga, tizasiga ag'darib, bacha o'ldi cheshmani ustiga. Biroq qizgina delchani o'yiga bor boshidan qo'ydi, qo'lga qarab bularzilar yo'q. Aytdi, "Ona" dedi, "Cheshma men bulardan cheshmani ustiga qolib tez borib ketirasan." Qizgina shuni bor cheshmaga yaqinladi, u bacha o'ldiribdi. Qiz aytdi, "Ay Xudo Qur'on pesh qilay, bir gap qo'shdi, men uni so'kadim, bularzilarni olib qanday bo'ldi?" Aytdiki, yana bacha joyil juvonda, shod bir o'qisam bersa deb. Shu yerda bir qiz o'qiydi. Cheshmani boshiga bo'yi turgan o'g'lon, cheshmani boshiga bo'yi turgan o'g'lon, qoshi ko'zizdi o'yi suzgan o'g'lon, bilarzigimdi o'yi olgan o'g'lon, olgan bo'lsangiz bering bilarzigimdi, ko'rgan bo'lsangiz bering bilarzigimdi, ko'rgan bo'lsangiz bering bilarzigimdi. Bacha qaradiki, qiz o'qiydi menga. Toti men ham javobini o'qiydigan. Bo'rga bacha o'qiydi. Cheshmani boshiga men turib edim yo'q, cheshmani boshiga men turib edim yo'q, qoshi ko'zimda men suzganim yo'q, bilarzigizdi men olganim yo'q, olganlar bersin opajon bilarzigizdi, ko'rganlar bersin bebijon bilarzigizdi, ko'rganlar bersin bebijon bilarzigizdi. Bir tomondan qayergacha borsa degan. Samanotizga men jul bo'layin, bog'chaginayizga gul bo'layin, kesaginayizga pul bo'laman joni, otaginayizga pul bo'laman joni, oliki bering akajon bo'larzigimdi, yenimki bering akajon bo'larzigimdi. Samanotimga uy jul kerak emas, bog'chaginamga uy gul kerak emas, kesaginamga uy pul kerak emas, otaginamga uy pul kerak emas, olganlar bersin jigarjon bularzigizni, ko'rganlar bersin bebijon bularzigizni. Qarab tarib bilan bir narsa bo'lmaydi. Qiz aytgan, "Sen uchun bir mo'chi beraman qannimi" dedi.
tarpina bu majul pul qulmina. Buba gawi hozish bular, buba gawi hozish bular. Javonsiz ko'niz uy xomish bular. Sevinchisiga uy bir much birar, yenim kibiring akajon bular zigimde. Oli kibiring atangat bular zigimde. Buba gawi hozish bulmas, buba gawi hozish bulmas. Javon man ko'nim uy xomish bulmas. Sevinchisiga uy bir much bulmas, olganla bersin azizim bular zigizde. Ko'rganla bersin opajon bular zigizde. Ko'rganla bersin opajon bular zigizde. Mo'chi bunaqa bo'lmadi. Korxonani ilgari keltirdi sherkatda. Qati qamatki najdi akajon ko'rsam, qati qamatki najdi akajon ko'rsam, so'roqlab o'yginayga akajon borsam, shaxsi bir kecha uy qo'choqqa qolsam, oli kibiring bular zigimde. Yenim kibiring akajon bular zigimde. Qati qamatki namdi jigarjon ko'rsay, qati qamatki namdi jigarjon ko'rsay, so'roqlab o'yginamga azizim kelsay, shaxsi shu kecha uy qo'choqqa qolsay, kisaginamga dur bular zigiz, shu qo'lginamga dur bular zigiz, shu qo'lginamga dur bular zigiz. Ular zidi ko'rsat. Qizgina aytib berdi, yo'q, buni ko'p saqlikka topmas, olka qo'ldan bermayman. Ol kecha sahargacha. Oldimga bu sahar qo'lga biladi. Ata onamga nima deydi? Onangga men o'rgataman nima deysan? Onangga bir yalontab bahona qilsa. Sabzagandumi doktorak lutfi dostona bikon yakshaba bana bik. Sabzagandumi doktorak lutfi dostona bikon yakshaba bana bik. Ijozanami dodgiryonoy durug'ona bikon yakshaba bana bik. Ijozanami dodgiryonoy durug'ona bikon yakshaba bana bik. To'rig'ana o'yinjilay murtadibana vakafatan nashfawak. To'rig'ana o'yinjilay murtadibana vakafatan nashfawak. Ijazani warkid durwa pajara wasafatan nashfawak. Ijazani warkid durwa pajara wasafatan nashfawak. میرم در خانی خاله از طرف شب، لباس کتاب بگیر صبح میرم مکتب. اجازه نمیداد گریانای دروغانه بکن یک شب بانه بکن. اجازه نمیداد گریانای دروغانه بکن یک شب بانه بکن. یک شب در این کلوپ این غریبانه بکن یک شب بانه. Ana shuna bir bona qildi deb maktabga ketdim. Qizgina bordi, o'yiga onasiga aytib bulardan topdim, xolamni o'yiga. Kecha mehmonga sahar ketiram. Yaxshi o'zini shuna yasab, disko qilib saray sportga ketadi. Qo'l bilan ko'shlarni sezib tashlaydi. Ko'rsatdim ate meniki bo'lsin. Keldi bachani o'yiga dedi, sahargacha birga 7 oy deb 8 mola qildi. Qiz Afg'onistonga qoldi, bacha Eronga ketdi dedi.